Assalomu alaykum qadrdonlar, momsizlar charchamayapsizlarmi? Hammanglarga xayrli kun. Hozir o'zimizni Asakamizni dehqon bozorini oldidagi ko'cha, Obrohat ko'chasidamiz. Xudo xolasa, farzandlari nomidan, yaqinlari nomidan onajonasini xursand qilib chiqamiz. Qadar keladimi? Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir, suyanganimdir xumorim. Ko'zimning nuri onamdir, mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir, suyanganimdir xumorim. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir, qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor, yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdir, qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor, yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Assalomu alaykum. Hammalarga yaxshimisizlar? Bola yaxshimisiz? Uzimisiz? Tinchmisiz? Omonmisiz? Issiqlarda sovqatmayapsizlarmi? Ha? Yoqimli ishlar hammalarga bola. Tug'ilgan kuningiz bilan. Shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimiz ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xolasa uzoq umrlar ko'ring, hech qachon qarimang, kasal ham bo'lmang, chunki sizlarni qarishlikka ham, kasal bo'lishlikka ham haqqinglar yo'q. Bu O'zbekistonimizda hech qaysi tug'ilgan kunni to'rtsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Xola, hayotingiz to'rtta shirin bo'lsin degan maqsadda mana sizda rasmlaringiz bilan. Siz uchun mana to'rtta sizda rasmlaringiz bilan, xudo xolasa hayotingiz to'rtta shirin bo'lsin degan maqsadda shu to'rtlar tayyorlabdi ekan bu farzandlaringiz, nabiralaringiz. Bitta qarshi chopib tursanglar topshirib beraman mana xola. Mana shu yerga qo'yaman mana xola. Xudo xolasa. Yo, to'xtang, sizga yana qo'shiq she'rlarim bor. Ularni eshitib oling keyin xudo xolasa. Kutib o'tizmish qilib. Buni aytib qo'ymadim ona bolalar keladi. Kutilmaganda bu farzandlar shunaqa surpriz qilishni yaxshi ko'rar ekanda. Hozir qarang, gul do'konga bordim. Gul do'konga borsam gullar rasa ko'p edigan, uni olib kelgan gulim gullar ichida eng chiroyligi menman deb ajralib turadigan, to'xta sen adashyapsan dedi. O'zimizni Asakamizni Obrohat ko'chasida bir xolam bor edim. Xolamni chiroyini ko'rib o'zing hijolat olib qolmasang bo'ldi dedi. Qarang, bu gullar sizni chiroyingizni ko'rib o'zingizni hijolat bo'lyapti. Gullardek ochilib yuring, yuzingizdan kulgu arimasin, tabassum arimasin. Hozir bitta niyat qilib qo'yapman. Xudo xolasa xola, yuzga kirganingizda ham bizni shu xonadoningizda yaqinlar davrasida hech qanaqa hassasiz, qarimagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatida kelinglar bolalarimiz deb kutimiz, kelaylik, tabriklaylik. Ash kunlarga 80 ga kirdim. 80 emas, 18 deydilar. Xolam qanday 80 ga? 18 yoshdasiz, xola. Xudo xolasa doimo salomat bo'lsiz bo'ldi, sog' bo'lsiz bo'ldi. Xudo xolasa xola, yuzga kirganingizda ham hech qanaqa hassasiz kelinglar bolalarim deb kutimiz, kelaylik, tabriklaylik, ash kunlarga yetkazsin. Xudo xolasa umra safarlariga, katta hojilarga sertifikatlarni berishsin. O'zimiz ism familiyangizgacha o'qib, topshirib jo'nataylik. Borib kelganingizda uzun qizil daroshkalarda, oppoq kiyimlarda chiroyli, ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik bizni Tabriz Asaka oilasiga nasib qilsin va ash kunlarga yetkazsin. Va yana bitta niyatim qo'shyapman, xudo xolasa xola. Bitta chiroyli inamarka mashinasiga oldiga onajonimga, buvijonimga deb yozib olib kelishni nasib qilsin. O'zimiz o'sha inamarka mashinasini kalitiga chiroyli qizil bantilarni chiqib, mana ona deb chiroyli qo'shiqlar bilan topshiraylik, ash kunlarga yetkazsin xudo xolasa. Musofirdan ular, musofirdagilarmidi? Kim edi? Hasanboy akami? Hasanboy aka. Ra'no opa. Musofirdagi Hasanboy aka, Ra'no opa, Barno opa kim yana? Biloldin aka, o'shalarning nomidan yetib kelyapti. O'shalar va shu yerdagi farzandlaringiz nomidan yetib kelyapman, xola. Nechta farzandlar bor, xola?
Jon Bahodir. Bahodir akamiz mana qo'y mana shular nomidan O'zbekistondagi va musofirdagilar farzandlar nomidan aytib kelyapman. To'ralar farzandingiz nomidan hozir bitta chiroyli she'rim bor. Yo'q demasangiz ijro qilib beraman. Ular ham ijro qilib, keyin undan bitta zo'r surprizim bor, uni ham topshiraman. Xudo xolasa. Boshim qo'yay bugun pok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jonim boringizga shukr deyman boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz pok iymonim yorug' yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz boringizga shukr ona boringizga. Qalbimdasiz doim mening jonimdasiz qayda bo'lsam xayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz boringizga shukr ona boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bolam degan tilingizdan boringizga shukr ona boringizga. Or qilaman hamma qilgan xatoyimdan ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan boringizga shukr ona boringizga. Boringizga shukr ona boringizga. Xudo xohlasa qo'lab boringizga shukr qiladigan shunday farzandlaringiz hamisha salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Endi sizga yana bitta padarim bor-da, xola. Bitta chiroyli qo'shig'im bilan ijro qilaman lekin. Chiroyli qo'shiq bor, qo'shiqqa mos narsa bor. Sizga chiroyli padarim. Bering, qani meni padarim. Beringlar, qani. Siz uchun Qulpinaga mos, xola. Bozorga chiqdi Qulpinay, yetkazdi Xudodan aylanay. Ilinib olvolay, onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Kirsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan, aytadi keldingmi jon bolam, onamni ko'rgani boraman. Onam, ey onam, onam jon onam, onam, ey onam, oq bulutday ko'ngli oppog'im onam, ey bozorda chiqdi Qulpinay, yetkazdi Xudodan aylanay. Ilinib olvolay, onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Onam, ey onam, onam jon onam, onam jon onam, oq bulutday ko'ngli oppog'im onam, onam. Xudo xolasa Qulpinoyga mos ashulalar aytdim-da sizga, xola. Xudo xolasa salomat bo'lsangiz bo'ldi, sog' bo'lsangiz bo'ldi. Yuzingizdan kulgu aramasin, tabassum aramasin. Bu qo'shiqni ma'nosi ham juda kuchli-da. Bozorga chiqib Qulpinoy deb aytib kelyapman-da siz uchun. Bizni yo'q, xola to'xtang. Hozir bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib, kuzatib niyat qilgan joyi bor ekan bu nevaralarni, farzandlari hammasini. Niyati amalga oshib yetib keldim bu xonadoningizga. Xudo xolasa. Yo'q, xola to'xtang. To'xtang, xola. Qarang. O'zi bizning maqsadimiz dunyodagi barcha ota-onalarni farzandlari nomidan xursand qilib ko'ngillarini ko'tarishda. Bu dunyoda o'zi ota-onalarimiz uchun qancha e'tibor berib, qancha ko'nglini olib, qancha sovg'a salom qilsak shunchaki ham ertaga bu narsalar bizga ham farzandlar tomonidan qaytadi-da. Xudo xolasa xola yuzingizdan kulgi arimasin, tabassum arimasin xola. Bugundan boshlab miyangizda qanaqangi g'am tashvishingiz bo'lsa xola bir chekkaga shunday chiqarib yuborasizda, hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasangiz, shuni o'zi katta vaqt. Ana avazoqni aytganda yashab bersangiz bo'ldi, Xudo xolasa xola.
Ha? Yelkasidan to ag'darilgandek bo'ldimi hozir? Judayam. Biz maqsadimizga erishdik. Xudo xolasa xola salomat bo'lsangiz bo'ldi, sog' bo'lsangiz bo'ldi, yuzingizdan kulgi arimasin, tabassum arimasin. Xonadoningizda faqat shunaqangi xursandchilik kuninglar ko'p bo'lsin, to'y bo'lsin. Bizni Tabrik Asaka jamoasini aytish albatta esingizdan chiqmasin. Endi qarang xola, hozir bizni o'sha musofirdagi farzandlaringiz bu yerda ko'rib turibdi. Ichingizda qanaqa rahmat, gaplar, duolar bo'lsa qilingman. Duolaringiz bo'lsa qilib ko'ring. Xola? Qani ilohi amin. Xudoim tan jonlaringiz sog' bo'lsin bolalarim. Umringlar uzun bo'lsin, rizqinglar ulug' bo'lsin, maqsadinglar baland bo'lsin. Meni hurmatlasin, Alloh sizlarni hurmatlasin. Doim izzatda, hurmatda bo'lib yurgan nasib aylasin bolalarim. Ishinglarga rivoj bersin, kasb-ko'rlaringga baraka bersin. Topganinglar yaxshilik kunlarga bersin. Barakotidan berib qo'ysin Allohim. To'ylar qilgan nasib qilsin, hoj safarlarga borish nasib qilsin. Bolalarni baxtga mon ko'rgan nasib qilsin. Baxtinglarga salomat, doim mashnaqa kunlarni ko'rgan nasib aylasin bolalarim. Rahmatdan jonlari Salomat bo'lsangiz bo'ldi. Bolalarga badin duo qilib O'tirsanglarki Hola, to'xtang. Hozir qarang. Sizga o'xshagan bitta ona Andijonda qarab turibdi-da, bormasam menga jalba qilib yuboradi. Imini vaqtiga borishim kerak edi uyga. Yo'q, buni g'alati narsa. Yo'q, hola to'ylarga chaqiring, to'ylarda kelamiz, xudo xolasa. o'zlariga duo beraylik. Bitta bizga duo qiling. Sizni yoshingizga kirib yuraylik bizdan. Hola, bitta. Shundan so'ng ketasizlar. Yo'q, biz to'ylarda kelamiz endi, hola. Bo'pti, rahmatdan sal bolalarim, shirin bolalarim, umringlar uzun bo'lsin, rizqinglar ulug' bo'lsin. Doim shunaqa xursandchilik kunlarni yurga ko'rgan nasib aylasin. Umringlarga, rizqinglarga Alloh baraka bersin. Bolalarda baxt kamol ko'rgan nasib qilsin. Och safarlarga borish nasib qilsin. Baxtinglarga ota-onalarim sog' bo'lib yurgan nasib. Hammalaring salomat bo'lib shunaqa yaxshilik, xursandchilik kunlar ko'rgan nasib Aytganingiz qilsin. kelsin, xola, salomat bo'ling. Xudo xolasa to'ylarda chaqiringlar, kelamiz endi, xudo xolasa. Sog' bo'ling, xola. Ha, ketamiz. Sizga o'xshagan bitta ona kutyapti, bormasam jalba qilib yuboradi, xola. Sog' bo'linglar, xo'p, rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Yo'q,